Jonim, yarmim Shohruxxon, yarmim Solmonxonga o'xshayman, ha? Manchi? Sizmi Ayshvara Rayga o'xshaysiz. 150 kilolik. Aldamang. Yo, aldamadim, bo'laydi, aldamsan. Men parhez qilib go'zal bo'lishim kerak. Hop, parhez qilasizda, jonim, men parhezlik restoran olib keldim. Parhez bor, taomlari bor, sharsharani, masalan, jo'jasi bor, sariyog' jo'jasi. Ism jonim. Aytam. Nima, afisam uka? Nima, sizlarda sariyog'li jo'ja parhezmi? Bor. Dietический ovqatimiz. Bo'lmasam, yangangizga 10 kilo qattiq, 10 kilo suxariy non parhezda bu kishi. 30 ta jo'ja, ha, jonim? Maskam olmanmi? Ochoqmanmi? 30 ta jo'ja aytasiz? Men parhezga diyetagaman. 29 ta bo'ladi. Bo'l, 29 ta. Yozib qo'ying, hozir kelamiz. Uzr. Kechirasiz. To'g'ri qildim. Xotinim shunaqa bo'ladimi? Ochoqman-ku, nega bo'ladi? O'zim xotinim yaxshi. Jonim, 20 kilo jiz aytdim, to'yasizmi?